Siz borishingiz shart bo'lgan Samarqandda joylashgan ajoyib yashil makon. Bu yashil makon sizni osoyishta muhit, yam-yashil daraxtlar va toza havo bilan qarshi oladi. Issiqxona ichida esa turli xil noyob daraxtlar va rang-barang gullar yashnab turadi. Bu yerda maxsus mikroiqlim yaratilgan. Doimiy ravishda qulay harorat va yuqori namlik darajasi saqlanadi. Bu esa o'simliklarning yashashi va gullab yashnashi uchun ideal sharoitni ta'minlaydi. Har bir burchakda tabiatning mo'jizalarini his qilish, gullarning nozik iforini sezish va tropik daraxtlarning betakror ko'rinishidan zavq olish mumkin. Bu makon nafaqat dam olish, balki tabiatning go'zalligidan ilhom olish uchun mukammal maskan.